O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Prezident dunyo iqtisodiyotida hozir favqulodda vaziyat kutilayotganligini aytdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Prezident raisligida hududlarning turizm salohiyatini yanada oshirish hamda xorijiy hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan inflyatsiya loyihalarini jadallashtirish yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazilmoqda. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbari dunyo iqtisodiyotida hozir favqulodda vaziyat kuzatilayotganini, 3-4 kun ichida xalqaro moliya bozorlarida 10 trillion dollar mablag' yo'qolganini ko'rsatdi. Bu sharoitda barcha hokimlar iqtisodiy kompleks hududlar iqtisodiyotini kunlik tahlil qilishi, ishlab chiqarish hajmlari, ish o'rinlari va eksportni saqlab qolish masalalarini tizimli shug'ullanish kerakligini qayd etdi. Iqtisodiy kompleks mas'ullariga har hafta tarmoqma-tarmoq muammolarni tahlil qilish va yangi takliflar kiritish, tuman va viloyat hokimlariga o'z hududida tadbirkorlar masalalariga yechim topib borish topshirildi. So'nggi yillarda turizm eksporti 1,6 karra oshib 3,5 milliard dollarga yetdi. Bu sohada 2000 dan ortiq yangi tadbirkor ish boshladi. Muhimi, o'tgan yili joriy sayyohlar oqimi ilk bor 10 millionlik marradan o'tdi. Hududlarda turizm va servis infratuzilmasi juda tez rivojlangani ta'kidlandi. Xususan, o'tgan 8 yilda mahalliy va xorijiy investorlar 6,5 milliard dollar sarmoya kiritib, 130 ming mehmonxona o'rnini yaratdi. Bu yili ular yana 30 mingga ko'paydi. Turizmning iqtisodiyotga ulushini 7% ga, eksportini 10 milliard dollarga yetkazish bo'yicha 2040-yilgacha strategiya ishlab chiqarilgani ta'kidlandi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.